16. pora. Bismillahirrahmanirrahim. Xizr aytdi: "Sana men haqiqatan men bilan birga bo'lishqa sabr taqat qilib turolmaysan demidim-mi?" Musa aytdi: "Buningdan keyin yana sendan biror ish to'g'riliq so'rasam, ya'ni qilgan ishingga e'tiroz bildirsam, meni o'zingga hamroh qilmag'in. Sana bergan va'damga 3 qitim xiloflik qilganligim uchun mening oldimda menga hamroh bo'lmaslikda ma'zursan." U ikkisi yana birga minib bir shaharga yetib keldi. Shahar aholisidan tomoq so'radi. Shahar aholisi ularni mehmon qilishdan bosh tortdi. Ular bu shaharda o'rilib tushay deb qolgan bir tomni uchratdi. Uni Xizr qo'li bilan silab, tuzlab qo'ydi. Musa aytdi: "Agar xohlasang bu ish uchun albatta ish haqqi olgan bo'larding." Xizr aytdi: "Bu sen bilan mening ayrilish vaqtimiz. Sen sabr taqat qilib turolmagan yuqorqi 3 ishning haqiqatini sana tushuntirib beray. Kemiga kelsak, u dengizda ishlaydigan bir qancha nafar kambag'alning kemisi edi. Men uni teshib, ayibni qilmoqchi bo'ldim. Chunki ularning oldida, ya'ni boradigan yo'llarda har qanday saq kemini egisidan zo'rlik bilan tortib oladigan bir podshoh bor edi. O'ldirilgan bolaga kelsak, uning ota-onasi mo'min edi. U aslida kofir yoritilganlikdan, cho'ng bo'lganda uning gumrohlik bilan kufrini ota-onasiga tengishidan qo'rqdik. Shuning uchun biz ularning Parvardigorining ularga u bolaga qaraganda pok va kuyimlik farzand ato qilishini iroda qildik. Tomga kelsak, u shahardagi 2 yetim bolaning edi. Tam ostida ularning haqqi bo'lgan xazinasi bor edi. Tam o'rilib ketsa, xazinasi ichilib qilib, kishilar uni elib ketadi. Ularning ota-onasi yaxshi odam edi. Parvardigoring ularning cho'ng bo'lganda tam ostidagi xazinasini chiqarib olishini iroda qildi. Bu Parvardigoringning ular qilgan rahmetidir. Uni, ya'ni yuqoridagi 3 ishni men o'z xohishim bo'yicha qilganim yo'q, balki uni Allohning amri va ilhomi bilan qildim. Sen sabr taqat qilib turolmagan narsalarning haqiqati ana shu." Ular, ya'ni Yahudilar, sendan Zulqarnayn to'g'riliq so'rashidi. "Sizlarga men uning qissasini vahiy asosida bayon qilaman" degan. Uningga bir zaminda haqiqatan kuch-qudrat ato qildik. Uningga o'z maqsadiga yetishning butun yo'llarini osonlashtirib berdi. Zulqarnayn Alloh uningga osonlashtirib bergan yo'lga mangdi. U kun petish tarafga yetib borganda kunning qora loyliq buloqqa petib ketayotganligini his qildi. U buloqning yonida bir turli qavmni uchratdi. Biz: "Ey Zulqarnayn, sen ularni jazolig'in yoki ularga yaxshi muomalada bo'lg'in" dedik. Zulqarnayn aytdi: "Kimki zulm qilgan bo'lsa, biz uni jazolaymiz. Ondan u Parvardigorining dargohiga qaytariladi. Parvardigori uni qattiq jazolaydi. Kimki iymon etsa va yaxshi amal qilsa, uningga eng yaxshi mukofot beriladi. Uni qulay ishqa buyuramiz." Ondan Zulqarnayn Alloh uningga qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn kun chiqish tarafga borganda, kunning shundoq bir qavmning ustiga tushayotganligini ko'rdiki, u qavmiga: "Biz kunning haroratidan saqlanadigan kiyim, imorat qatorliq narsalarni ato qilmadik." Ahvol shundoq bo'ldi. Ya'ni Zulqarnayn kun chiqish tarafdagi kishilarga kun petish tarafdagi kishilarga qilgan muomalani qildi. Biz uning qo'lidagi narsalardan to'liq xabardor edik. Ondan u Alloh uningga qulaylik qilib bergan yo'lga mangdi. Zulqarnayn 2 tog' orasiga yetib borganda, 2 tog' oldida hech qanday so'zni tushunmaydigan, ya'ni o'zining tilidan g'ayri tilni bilmaydigan bir qavmni uchratdi. Ular: "Ey Zulqarnayn, Yajuj bilan Majuj yer yuzida haqiqatan buzg'unchilik qiluvchilardir.
Biz bilan ularning orasiga bir to'sma selib berishing uchun sana bir qism melimizni bojiga o'xshash to'lasak bo'lamdi, dedi. Zulqarnayn aytdi. Allohning menga bergan narsalari, ya'ni kuch-quvvat va podshohlik sizlarning menga berilgan melinglardan ortiqdir. Menga odam kuchi yordam qilinglar. Ular bilan sizlarning oranglarga mustahkam bir to'sma selib beray. Menga tömür parçalarini ep kelinglar. Tömür parçaları dövülünüp, ikki tağının orası tekşi boğanda, kuyuklarını bisinglar. Tömür parçaları qızıp, o'tdak boğanda, u, bana ertilgen misni beringlar, üstüge tökey, dedi. Ular, yani Yajuj Majuj, onun üstüge çıkışkımı, onu teşkimi qadir bolamedi. Zulqarnayn aytdi. Bu, yani to'smaning barpo qilinishi Parvardigorimning ne'matidir. Parvardigorimning va'dasi ishqa oshganda, u uni tüp-tüz qilib etadi. Parvardigorimning va'dasi haqdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunda qistonchilikdan kishilarni bir-biriga giralashtirib etamiz. Sur chilinadi. Ularni hisob uchun yig'imiz. U kunda kofirlarga jahannamni oshkora ko'rsatamiz. Ularning bu dunyodagi chog'larda dillarining ko'zlari meni yod qilishdan pardlangan edi. Ularning dillarini zulmat bosganligi uchun kalamullarni anglashga qodir emas edi. Kofirlar meni qo'yib, bandalarimni ma'bud qilib etsa, bo'ladi deb o'ylamdi. Biz jahannamni kofirlarga haqiqatan manzilgoh qilib tayyorladik. Sizlarga amallari jihatdan eng ziyon tatquchilarni aytib beraylimi? Ular hayotiy dunyoda qilgan amallari yo'q chiqqan, ammo o'zlari obdan ish qildik deb o'ylagan odamlardir. Ana shular Parvardigorning oyatlarini va uningga muloqot bo'lishni inkor qildi. Inkor qilgan. Natijada qilgan amallari bekor bo'lib ketgan kishilardir. Qiyomat kuni ularni, ya'ni mundaq kishilarni qilchi e'tiborga olmaymiz. Kofir bo'lganliklari mening oyatlarimni va payg'ambarlarimni masxir qilganliklari uchun ularning jazosi jahannamdir. Shubhisizki iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning manzilgohi Firdavs jannatlari bo'ladi. Ular Firdavs jannatlarida mangu qoladi. Uningdan yo'tkilishni xohlamaydi. Aytqinki, Parvardigorimning so'zlarini yezish uchun agar dengiz suyi siyoh bo'lib ketsa, Parvardigorimning so'zlari tugmay turib, dengiz suyi cho'qim tugab ketgan bo'ladi. Mubada yana shundoq dengiz suyini keltirsakmi? Ey Muhammad, aytqinki, men faqat sizlarga o'xshash bir insonman. Menga vahiy qilinadi-ki, sizlarning ilohinglar yolg'iz bir ilohdir. Kimki Parvardigoriga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, savobini umid qilib, azobdan qo'rqadi ekan, yaxshi ish qilsin. Parvardigoriga qiladigan ibodatga hech kimni sherik keltirmasin. Sura Maryam. Nayt shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Kaf, ha, ya, ayn, sod. Bu Parvardigoringning bandisi Zakariyaga qilgan marhamatining bayonidir. U o'z vaqtida Parvardigoriga past ovozda munojat qildi. U aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan kuch-quvvatimdan ketdim. Chechim oqardi. Parvardigorim, sana duo qilib, umidsiz bo'lib qolganim yo'q. Men tog'larimning bolarining o'rnimni bosolmasligidan, ya'ni dinni qo'ldan berib qo'yishlardan haqiqatan ansirayman. Mening ayolim tug'masdir. Fazlingdan menga bir yaxshi farzand ato qilgin. U menga varis bo'lg'ay va Yaqub avlodiga varis bo'lg'ay. Parvardigorim, uni sening roziligingga erishadigan qilgin. Allah aytdiki: Ey Zakariya, biz haqiqatan sana farishtalar orqali Yahyo ismli bir o'g'il bilan xush xabar beramiz. Ilgari hech odamni uningga ismdosh qilmadik. Zakariya aytdi: Ayolim tug'mas tursa,
Mən qerib mükçüyüp ketken tursam, mening qandaqmı oğlum bolsun? Nida qilgan farishta aytdi. İş ana shundaqdir. Parvardigoring aytdi. Bu men uchun osondir. Seni men yaratdim. Halbuki sen burun yo'q eding. Ya'ni seni yo'qdan bor qilgandek, Yahyoni ikkinglardan to'raldirishga qodirman. Zakariya aytdi. Parvardigorim, oyalimning homildor bo'lganligiga menga bir alomat qilib bersang. Allah aytdi. Sening alomating shuki, saq turib 3 kecha kunduz kishilarga so'z qilolmaysan. Zakariya namozgohidan qavmining oldiga chiqib, ularni atdigan oqshomda tasbih etishga ishorat qildi. Yahya tug'ilib, cho'ng bo'lganda uningga: "Ey Yahya, kitobni, ya'ni Tavratni tirishib o'qig'in" dedi. Uningga balliq chig'idla aql farosat ato qildik. Biz uningga marhamat qilish va uni nachar xislatlardan pok qilish yuzidan shundoq qildik. Yahya taqvodor edi. Uni ota-onasiga kuyimchan qildik. U mutakabbir, ya'ni ota-onasini qo'qshatquchi, Parvardigoriga osiylik qiluvchi bo'lmadi. U tug'ilgan kunda, vafot bo'lgan kunida, tirilib qabridan turg'izilgan kunida Alloh Taolo tarafidan bo'lgan omonlikqa erishidi. Ularga Qur'onda Maryam qissasini bayon qilgan. Ayni zamonda u oilasidan ayrilib, sharq tarafdagi bir joyga bordi. U parda tortib kishilardan yo'shirindi. Uningga bizning rahmatimizni, ya'ni Jibril alayhisalomni avatdik. U Maryamga bejirim odam surdida ko'rindi. Maryam aytdi: "Men haqiqatan marhamatlik Allohga sig'inib, sening chiqilishingdan panoh tilayman. Agar sen taqvodor bo'lsang, menga chiqilmag'in." Jibril aytdi: "Men sana bir pok o'g'il berish uchun avatilgan Parvardigoringning elchisiman." Maryam aytdi: "Menga kishi yaqinlashmagan tursa, men fohish qilmagan tursam, qandaqmi mening o'g'il bolam bo'lsin?" Jibril aytdi: "Amaliyat sen degandekdir. Lekin Parvardigoring aytdi, u menga osondir. Uni kishilarga qudratimizni ko'rsatadigan dalil va biz tarafdan bo'lgan marhamat qildik. Bu taqdir qilinib bo'lgan ishdir." Maryam homildor bo'ldi. Oilasidan yiroq bir joyga ketdi. To'lg'oqning qattiqligi uni yo'lni bilish uchun bir xurma daraxining yoniga kelib olishga majbur qildi. Maryam aytdi: "Koshki men buningdan ilgari o'lib ketgan bo'lsam-chu, kishilar tarafidan unutilib ketgan arzimas narsaga oylanib ketsam-chu." Jibril uningga xurma daraxining ostidan nido qildi: "G'am qilmag'in, Parvardigoring sening ostingdan eqib turadigan bir eriqni paydo qildi. Xurma daraxini o'z tarafingga irg'itqin. Uningga pishqan yangi xurmalar to'kiladi. Oldinga pishqan yangi xurmalar to'kiladi. Bu shirin xurmadan yegin, bu tatliq suvdan ichgin va xursand bo'lgin. Biror odamni ko'rsang, u bola to'g'riliq so'rasa, men haqiqatan marhamatlik Allohga va'da berdim. Bugun hech odamga so'z qilmayman degin." Maryam bu vaqtni, ya'ni Iso alayhisalomni ko'tirib qavmining oldiga keldi. Ular aytdi: "Ey Maryam, sen haqiqatan g'alati ish qilding. Ey Harunning hamshirisi, sening otang yomon odam emas edi. Onangmi yo'ldan chiqqan xotin emas edi?" Maryam buvaqni ko'rsatdi. Ular: "Böşükteki buvaqqa qandaq so'zlaymiz?" dedi. Buvaq aytdi: "Men haqiqatan Allohning bandasiman. Menga kitobni berdi, ya'ni Injilni berdi va meni payg'ambar qildi, ya'ni qildi. Qayerda bo'lay, meni barkatli qildi. Hayotli bo'ldikanman, menga namozni, zakotni ado qilishni tavsiya qildi. Meni onamga kuyimchan qildi. Meni takabbur shaqiy qilmadi."
Мен тоғылған күнімде, вапат болған күнімде, тіріліп, қабіремден тұрғызылған күнімде, Аллах Таала тарапыдан болған аманлыққа ерішімен. Әні шу İsa ibn Мәриямның қыссыдыр. İsa ular dətalaş qılıb atqan özünün işinin haqiqati üstüdə haq gapni qildi. Allah'ın şəniga balası buluşı layiq emas. Allah baladan şerikdən pakdır. Allah birər işni irada qılsa, onunğa vücudqa kel deydi də, o vücudqa keladi. Allah haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarningmi Parvardigoringlardir. Shuning uchun onunğa ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. İsa'nın işi to'g'risida ular, ya'ni ahli kitob orasidagi firqalar ixtilof qilishdi. Büyük gün, ya'ni qiyomat kuni kelgan chaqda kofirlarga voy. Ular bizning dargoyimizga kelgan kunda, ya'ni qiyomat kunida quloqlari toza anglaydigan, ko'zlari toza ko'radigan bo'ladi. Lekin zolimlar bugun, ya'ni bu dunyoda rushan gumrohlikdadir. Ularni, ya'ni xaloyiqni hasrat kuni, ya'ni qiyomat kundan ogohlantirgan. O chaqda hamma ish bir taraf qilingan bo'ladi. Halbuki ular g'aflatdadir. Qiyomatni inkor qilmoqdadir. Ziminga va zimin ustidagi barchaga cho'qim biz varislik qilamiz. Ular hisob berish uchun bizning dargoyimizga qaytariladi. Ey Muhammad, kitobda, ya'ni Qur'onda İbrahim qissasini bayon qilgan. U haqiqatan to'liq rostchil payg'ambar edi. Öz vaqtida İbrahim otasiga aytdi. Ey ota, nimishqi anglamaydigan, ko'maydigan va sana hech narsaga asqatmaydigan narsalarga cho'qinasan? Ey ota, menga sen bilmaydigan ilmlar nozil bo'ldi. Menga agashgin. Seni to'g'ri yo'lga boshlayman. Ey ota, shaytonga cho'qinmag'in. Shayton marhamatlik Allohga haqiqatan osiylik qildi. Ey ota, sening marhamatlik Allohning azobiga qilishingdan, shaytonning hamrohiga o'yinib qilishingdan qo'rqaman. U, ya'ni Azar aytdi. Ey İbrahim, sen mening ilohlarimdan yuz o'rmoqchimisan? Agar sen mundaq qilishdan yonmasang, cho'qim seni tosh kesak qilib o'ldiraman. Uzoq zaman mendan yiroq turg'in. İbrahim aytdi. Sana amanlıq bolsun. Parvardigorimdan sana məğfirat tilayman. Allah menga haqiqatan mehribandır. Sizlardan va sizlar Allohni qo'yib cho'qinib atgan narsalardan yiroq bo'laman. Parvardigorimga ibodat qilaman. Parvardigorimning ibodatidan mahrum bo'lib qolmaslikni umid qilaman. U ulardan va ularning Allohni qo'yib cho'qinib atgan narsalardan yiroqlashdi. Uningga biz İshaq va Yaqubni ata qildik. U ikkisining har birisini payg'ambar qildik. Ularga bizning rahmatimizni ata qildik. Ularning nomini baland va yuqori qildik. Kitobda, ya'ni Qur'onda Musa qissasini bayon qilgan. Shubhisizki u Alloh ibodatiga xos qilgan ham rasul, ya'ni elchi ham payg'ambar edi. Uningga biz tur teg'ining o'ng tarafidan nido qildik. Uni biz munojat uchun dargohimizga yaqinlashtirdik. Uningga biz marhamat qilib, qarindishi Harunni payg'ambar qilib berdik. Ey Muhammad, kitobda, ya'ni Qur'onda İsmoilning qissasini bayon qilgan. U haqiqatan va'dasida rostchil, ham rasul, ham payg'ambar edi. U oilasidagilarni namoz o'qishga, zakot berishga buyurdi. Parvardigorining dargohida uning roziligiga erishgan edi. Kitobda, ya'ni Qur'onda İdris qissasini bayon qilgan. U haqiqatan rostchil payg'ambar edi. Uni biz yuqori o'ringa ko'tardik. Allohning ne'matiga erishgan ana shu payg'ambarlar Odam alayhissalomning nasldindir. Biz Nuh bilan birga kemiga solganlarning nasldindir. İbrahimning nasldindir. İsroil, ya'ni Yaqub alayhissalomning nasldindir. Biz imonga hidoyat qilgan, payg'ambarlikka tanlaganlardandir.
Ularga merhametlik Allah'ның oyatlari tilavet kılıngan çağda secde kılgan ve yığılgan halda zımınga yıkılıdı. Ular ketkendan keyin ularning o'rnini bosgan o'rin bosarlar namozni tark etdi. Nafsi xohishlariga ergashdi. Ular qiyomatda gumrohlikning jazosini tortadi. Tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar buningdan mustasno. Ana shularlar jannatga kirdi. Ularning amallarining savobidan hech narsa kamaytirilmaydi. U doimiy turadigan bo'lgan marhamatlik Alloh bandalariga va'da qilgan. Ular kömey turib ishongan jannatlardir. Allah'ның cennet bilan qilgan va'dasi cho'qim ishga oshidi. Ular jannatda behuda so'z anglamaydi. Faqat farishtalarning ularga bergan salomini anglaydi. Ular jannatda atdigan oqshomda ko'ngli tatgan yemak-ichmaklardan rizqqa ega bo'lib turadi. Bandalarimiz ichidagi taqvodorlarga biz miros qilib berdigan jannat ana shu. Biz dunyoga Parvardigoringning amri bilan tushimiz. Bizning oldimizdagi, orqamizdagi va oldi-keynimiz orasidagi ishlarning hammasi Allohning ilkidadir. Parvardigoring bandalarining amallaridan hech narsani unutmaydi. U osmonlarning, zamin va ularning orasidagi shaylarning Parvardigoridir. Onunğa ibadet qilgin. Allohning ibadatiga chidamliq bo'lgin. Sen uning sherigi borligini bilamsan? İnsan, ya'ni o'lgandan keyin tirilishga e'tiqod qilmaydigan kofir. Men o'lgandan keyin cho'qim tirilamdim deydi. İnsan, biz uni ilgari yo'qdan bor qilganligimizni eslamamdi. İnsan, biz uni ilgari yo'qdan bor qilganligimizni eslamamdi. Parvardigoring bilan qasamki, ularni albatta, ularni ozdirgan shaytonlar bilan qo'shib yig'imiz. Ondan ularni jahannamning cho'risida tizlandirib o'tirg'izgan holda albatta hozir qilamiz. Ondan har bir guruhning ichidan marhamatlik Allohga eng osiy bo'lganlarini tortib chiqaramiz. Ondan biz do'zax azobiga eng loyiq bo'lganlarni albatta obdan bilamiz. Sizlarning ichinglardan do'zaxga bormaydigan biror kishi qolmaydi. Bu Parvardigoringning o'zgarmas hukmidir. Ondan taqvodorlarni jahannamdan qutqizamiz. Zolimlarni jahannamda tizilib o'tirgan holda qo'yamiz. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilingan chaqda kofirlar mo'minlarga ikki guruhdan qaysisining o'rni yaxshi, so'rini go'zal dedi. Ulardan burun bizning oyatlarimizni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qildik. Bular mayli mol-mulk jihatdan bo'lsin, mayli tashqi ko'rinish jihatdan bo'lsin, ulardan ortiq edi. Ey Muhammad, aytqinki, kimki gumrohlikda bo'ladi ekan, marhamatlik Alloh uningga muhlat berdi. Toki ular azob va qiyomatdan iborat Alloh ularga va'da qilgan narsalarni ko'rganda, ondan kimning o'rni yomon va kimning lashkari ojiz ekanligini biladi. Alloh hidoyat topquchilarning hidoyatini ziyoda qiladi. Baqi qoladigan yaxshi amallar savob jihatdan va oqibat jihatdan Parvardigoringning dargohida ortiqdir. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va menga oxiratda albatta mol-mulk, avlod berildi degan odamni ko'rdingmi? U g'aybni bilganmi? Yoki marhamatlik Allohning ahdiga erishganmi? Hargiz undaq emas. Uning deganlarini xotirlab qo'yamiz. Uningga beradigan azobni kuchaytimiz. Uning deganlarini, ya'ni milini va avlodini boshqalarga miros qilib qoldiramiz. U oldimizga tanho keladi. Ular, ya'ni mushriklar izzatga erishish uchun, ya'ni butlarning shafoati bilan Allohning oldida izzatlik bo'lishlari uchun Allohni qo'yib ilohlar, ya'ni butlarga cho'qindi. Ish ularning gumon qilganidak emas. Ya'ni butlari ularning Alloh oldida izzat tepishlarining sababi bo'lmaydi. Ularning, ya'ni mushriklarning cho'qinishni inkor qiladi. Ular, ya'ni mushriklarning dushmaniga aylanadi. Bizning shaytonlarni kofirlarga avatganligimizni, ya'ni musallat qilganligimizni bilmamsan? Shaytonlar ularni gunohlarga qiziqtirdi. Ularning halok bo'lishiga oldirab ketmagin.
Ularning kuni oz qolgan bo'lib, uni biz sanab turamiz. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida taqvodorlarni marhamatlik Parvardigorning dargohiga izzat ikrom bilan yig'imiz. Gunohkorlarni ular chanqigan holda jahannamga haydaymiz. Marhamatlik Allohning ahdiga erishganlardan boshqalar shafaat qilishga qodir bo'lolmaydi. Ular Allohning bolasi bor deyishdi. Sizlar shak shubhasiz qabih bir so'zni qildinglar. Bu so'zning yomonligidan osmonlar parchalanib ketgili, yer yerilib ketgili, tog'lar gumron bo'lib ketgili tas qoldi. Bu shuning uchunki, ular Allohning bolasi bor deb da'vo qildi. Bolasi bo'lish Allohga loyiq emasdir. Osmonlarda va zaminda Allohga banda bo'lib bo'ysunmaydigan hech maxluq yo'qdir. Shak shubhisizki Alloh ularni to'liq egalladi va sonni mukammal bildi. Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tanho keladi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar uchun Alloh haqiqatan ularning dillarida muhabbat paydo qiladi. Ey Muhammad, taqvodorlarga xush xabar berishing va sarkash qavmni ogohlantirishing uchun biz Qur'onni sening tiling bilan tushunishli qilib nozil qildik. Ulardan ilgari nurg'un ummatlarni halok qildik. Ulardan biror ahadini ko'ralamsan yoki ulardan biror pas ovoz anglay olamsan? Ya'ni ular shundoq talto'kuz halok qilindiki, ulardan ko'gili va ovozini anglag'ili hech ahadi qolmadi. Sura Taha. Nayiti shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Taha, ya'ni ey Muhammad, Qur'onni sana seni jabbaga silish uchun emas, faqat Allohdan qo'rqadiganlarga vaz nasihat qilish uchun nozil qildik. U zaminni va keng egiz osmonlarni yaratgan zot tarafidan nozil qilingan. Marhamatlik Alloh arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Osmonlardagi, zamindagi, ularning orsidagi va yer ostidagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir. Allohning maxluqotidir. Allohning tasarrufi ostidir. Agar sen oshkora so'zlasang yoki yoshirin so'zlasang, Allohning nazarida o'xshashdir. Chunki u sirni va uningdanmi maxfirak ishlarni bilib turadi. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allohning go'zal ismlari bor. Musoning qissasidan xabaring bormi? O'z vaqtida Muso bir joyda o'tning yo'riqini ko'rdi. U oilasidagilarga turib turinglar. Men o'tning yo'riqini ko'rdim. Men berib uningdan biror parcha cho'q ep kelishim yoki o't boyada biror yo'l boshlig'uvchini uchirtishim mumkin dedi. Musa o'tning yeniga kelganda nido qilindiki: "Ey Musa, men haqiqatan sening Parvardigoringdirman. Kashingni sog'in. Sen haqiqatan muqaddas vodi bo'lgan tuvodisan. Men seni payg'ambarlikka toladim. Sen vahiyga quloq sog'in. Men haqiqatan ibodatga loyiq ogohlandirman. Men haqiqatan ibodatga loyiq Allohdirman. Mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'q. Yolg'iz menga ibodat qilgin. Meni zikr qilish uchun namoz o'qigin. Qiyomatning bo'lishi muvaqqaqdir. Her odam o'zining amaliga yarasha mukofotlanishi uchun uni, ya'ni uning qachon bo'lishini maxfiy tutdim. Qiyomatga ishonmaydigan va nafsi xohishlariga ergashgan odam seni uningdan, ya'ni qiyomatga tayyorlik qilishdan va uni tasdiq qilishdan to'smasin. Undaqda o'zing halok bo'lasan. Chunki oxiratdan g'ofil bo'lish halokatga ilib boradi. Ey Musa, o'ng qo'lingdagi nima u? Musa aytdi: "O mening hasam, uningga toyinaman. Uning bilan qo'ydirimga g'azon qiqib beraman. Uningda mening yana boshqa ehtiyojlarim bor.
Allah, ey Musa, onu yerge taşlığın, dedi. Musa onu taşladı, o nagahan, meğvatkan bir yılanğa aylandı. Allah etti. Onu tutuvağın, korkmağın, onu dəstəpki, yani hasılık haltiga qaytırmız. Hasılık haltiga qaytırmız. Kolunu koltuğunun astığı sağın, andın çıkargın. O hiç qandaq ayıp nuqsansız halda appak nurluq bop çıqıdı. Bu ikinci möcüzdür. Sana çoğun möcüzlerimden bazısını köstimiz. Pir evinge bağın, o hakikaten haddidin açtı. Musa etti. Perverdigarım, menin kalbimni keng qığın, yani iman bilen ve peygamberlik bilen nurlandırgın. Menin işimni asanlaştırgın. Tilimdin kekeştikni kötürüvetkin. Ula menin sözümni düşensun. Mana ailemdin qirindişim Harunni yordam çıqıp bəgin. Onun bilen meni teximi küçeytkin. Menin işimga onu şerik qığın. Bunun bilen biz sana köp tesbih etqaymiz. Sana köp zehri etqaymiz. Sen hakikaten bizni körüp turğuçsan. Allah etti. Ey Musa, senin sorğan narsalaring sana berildi. Buningdan başqa sana yana bir qitim in'am qilgan edik. Öz vaqtida onangning ko'ngliga faqat vahiy orqali bilinadigan narsalarni soldik. Aytdikki, uni yani bolani sanduqqa solg'in. Ondan uni sanduq bilan daryoga tashlag'in. Daryo uni qirg'oqqa tashlasin. Uni mening dushmanim va uning dushmani bo'lgan Firavn elib boqsin. Mening qo'g'dishim ostida tarbiyalanishing uchun sana men tarafdan bo'lgan muhabbatni soldim. Öz vaqtida sening hamshirang Firavnning oilasiga berib, sizlarga uni boqadigan bir kishini ko'zitib qo'yaymi, dedi. Biz sening onangni xush bo'lsin, qayg'urmasin deb seni uningga qaytirib berdik. Sen bir odamni o'ltirib qo'yding. Seni biz g'amdan xalos qildik. Seni turlik balolar bilan sinadik. Sen Madyanliklar orasida ko'p yillar turding. Ondan ey Musa, taqdir bilan bu yerga kelding. Seni mening muhabbatimga, yani payg'ambar qilib vahiy nozil qilishimga tanladim. Ey Musa, sen va sening qirindishing Harun mening mo'jizalarimni elib beringlar. Mening zikrimga susluq qilib qolmanglar. Firavnning yeniga beringlar. U haqiqatan haddidan oshdi. Uningga yumshoq so'z qilinglar. U vaz nasihatni qabul qilishi yoki haddidan oshqanligining oqibatidan qo'rqishi mumkin. Ular Parvardigorimiz, biz haqiqatan uning bizni oldirab jazolashidan yoki texmi haddidan eshishidan qo'rqimiz deyishdi. Allah aytdi. Sizlar qo'rqmanglar. Men haqiqatan sizlar bilan billa. Uning sizlarga bergan javobini anglab turaman. Uning sizlarga qildiganlarini ko'rib turaman. Sizlar Firavnning yeniga berib, biz ikkimiz Parvardigoringning elchisi bo'lamiz. İsrail avlodini qo'yivatkin. Biz bilan kessin. Ularni qiynamag'in. Sana biz haqiqatan Parvardigoringning mo'jizasini ep keldik. To'g'ri yo'lga ergashgan odam Allohning azobidan aman qoladi. Bizga shak shubisiz vahiy qilindiki, Allohning payg'ambarlarini inkor qilgan, iymondan yuz o'rgan odam qattiq azobga duchor bo'ladi denglar. Ular Firavnga kelib, Alloh taolo tarafidan vahiy qilingan narsalarni yetkazgandan keyin Firavn: "Ey Musa, sizlarning Parvardigoringlar kim?" dedi. Musa aytdi: "Parvardigorimiz shundoq zotdirki, hamma narsaga o'ziga munosib shakl ato qildi. Ondan ularga yashash yo'llarini, foydalanadigan narsalarni ko'rsatdi." Firavn aytdi: "O'tib ketgan ummatlarning holi qandoq? Ya'ni qandoq bo'lgan?"
Musa aytdi. Ular to'g'risidagi ma'lumot Parvardigorimning dargohida lavhul mahfuzda xotirlaglikdir. Parvardigorim haq xatolashmaydi, ham unutmaydi. Parvardigorim ham xatolashmaydi, ham unutmaydi. U zaminni sizlarga bisot qilib berdi. Sizlar uchun nurg'un yo'llarni ochib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Uning bilan nurg'un o'simliklarni o'stirib berdi. Ulardan yanglar va mol chorvalaringlarni beqinglar. Uningda aql egalari uchun Allohning borligi va birligini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. Sizlarni zamindan xalq etdik. O'lguninglardan keyin sizlarni yana zaminga qaytaramiz. To'piga aylansizlar. Sizlarni hisob edish uchun yana bir qatim zamindan chiqaramiz. Shak shubhisizki uningga bizning hamma mo'jizalarimizni ko'rsatdik. U inkor qildi va iymon etishdan bosh tortdi. Fir'avn aytdi: "Ey Musa, sehring bilan bizni zaminimiz Misrdan chiqarib o'tish uchun keldingmi? Sana biz shuningga o'xshash sehr bilan taqobil turamiz. Sen bizga o'zaro yig'ildigan vaqtni, muayyan joyni belgilab bergin. Senmi, bizmi uningga xiloflik qilmayli." Musa aytdi: "Sizlarga va'da qilingan chog' bayram kuni bo'lib, kishilar chashki vaqtida yig'ilsin." Fir'avn qaytib ketib, hiyla mekrni, ya'ni sehrgarlarni to'pladi. Ondan u sehrgarlarni va sehrida ishlanadigan narsalarni ilib, va'dalashgan vaqtda keldi. Musa ularga aytdi: "Sizlarga voy, Allohga yo'lg'anni choplamanglar. Ya'ni sehringlar orqali mo'jizalarimga taqobil turishni va'da qilmanglar. Alloh sizlarni qattiq azob bilan halok qiladi. Allohga bo'htan choplagan odam mag'lub bo'ladi." Ular o'z ishi, ya'ni Musa va Harunning ishi ustida datalash qilishdi. Qilgan datalashni yo'shirishdi. Ular aytdi: "Bu ikkisi rostli sehrgar bo'lib, sehr bilan sizlarni zamininglardan chiqarib etmoqchi va to'g'ri dininglarni yo'qotmoqchi bo'ladi. Hilanglarning hammasini jamlanglar. Ya'ni butun chora tadbirlaringlarni bir nuqtaga yig'ib, bir yoqadan bosh chiqaringlar. Ondan qarg'uvchilarga hayvatlik ko'rinish uchun maydonga sap tortib kelinglar. Bugun ustunlik qozongan odam rostla maqsadiga erishidi." Ular aytdi: "Ey Musa, Hasangni sen avval tashlamsan yoki org'amchi hoslarimizni biz avval tashlamdik?" Musa: "Balki sizlar oldida tashlanglar" dedi. Ular tashlagan edi. Nagahan ularning org'amchilari, hoslari ularning sehridan, ya'ni sehrning ta'siridan uningga harakatlanib mengayotgandek tuyuldi. Buningdan Musa o'zida qo'rqinish his qildi. Biz uningga aytdikki: "Qo'rqmag'in, sen cho'qim ustunlik qozinasan. Qo'lingdagini tashlag'in." U ularning ko'rsatgan sehrlarini dam tortib yutib etdi. Ularning ko'rsatgani sehrgarlarning hilasidir. Sehrgarlar qayaga borsa muvaffaqiyat qozonmaydi. Musa hassin tashladi, ularning ko'rsatgan sehrlarini dam tortib yutib etdi. Shuning bilan sehrgarlar sajda qilgan holda yiqilib, Harun bilan Musaning Parvardigoriga iymon etdik deyishdi. Fir'avn aytdi: "Sizlarga men ruxsat berishdan burun uningga iymon etdinglar. Shubhisizki, u cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan cho'nglar ekan. Men cho'qim sizlarning qo'llaringlarni, putlaringlarni o'ng chap qilib, ya'ni o'ng qo'l bilan so'l putni, o'ng put bilan so'l qo'lni kesib tashlayman. Sizlarni cho'qim xo'rma daraxtlariga osaman. Sizlar qaysimizning, ya'ni mening yoki Musaning Parvardigorining azobining eng qattiq va eng uzun ekanligini cho'qim bilasizlar." Ular aytdi: "Seni, ya'ni sana ergishishni ixtiyor qilib, bizga kelgan Musaning rostligini ko'rsatadigan ro'shan dalillarni va bizni xalq etgan Allohni hargiz tashlamaymiz. Bizning haqqimizda nimani hukm qilsang, shuni hukm qilgin. Sening hukming faqat bu dunyoda o'tadi. Bizning xatoliklarimizni sening majburlashing orqasida bizning sehri ko'rsatganligimizdan iborat gunohimizni mag'firat qilsin" deb
Biz haqiqatan Parvardigorimizga iymon etdik. Allah'ның savabı senin mükafatından artıqdır. Allah'ның azabı senin cezayından daimidir. Kimki günahkar halda Allah'qa mülaqat болады ekan, o dozaqqa kiradi. Dozaqda o ölmeydi ve obdan yaşamaydı. Kimki mümin bulup, yaxşı əməllərini qılğan halda Allah'qa mülaqat болады ekan, o Allah'ның dərgahida yuqori dərəcələrə erişidi. O dərəcələr daimi turalğı bolğan cənnətlər olub, ularning ostidan o'stanglar eqib turdi. O yerlərdə o məngü qaladı. Әні şu küfreden ve günahlardan pak bolğan adamga berildiğan mükafatdır. Biz şək şübhisiz Musaga vahiy qildik ki, sen mening bandalarimni kechida Misrdan ep chiqib ket. Sen Hasangni dengizga urib, ularga bir quruq yo'l echib bergin. Fir'avnning orqangdan qo'g'lab yetiverishidan qo'rqmagin. Dengizda g'arq bo'lib ketishdanmi qo'rqmagin. Fir'avn lashkarlari bilan ularni qo'g'ladi. Ularni, ya'ni Fir'avn bilan uning lashkarlarini dengizda dahshatli holat o'rib oldi. Ya'ni ular dengizda g'arq bo'ldi. Fir'avn o'z qavmini ostirdi. Ularni to'g'ri yo'lga boshlamadi. Ey Isroil avlodi, sizlarni haqiqatan dushmaninglardan qutqizdik. Munojat uchun va Musoga Tavratni nozil qilish uchun sizlarga Tur Sinoning o'ng tarafini va'da qildik. Sizlarga taranjibin bilan budunni tushirib berdik. Aytdikki, biz rizq qilib bergan pok halol narsalardan yenglar. Bu haqda chakdan oshmanglar. Unda qilsanglar sizlarga g'azabim nozil bo'ladi. Kimga mening g'azabim nozil bo'ladi ekan, u cho'qim halok bo'ladi. Tavba qilgan, iymon etgan, yaxshi amallarni qilgan, ondan to'g'ri yo'lda mangan odamni men albatta nihoyatda mag'firat qiluvchiman. Ey Musa, oldirab Tursinaga qavmingdan ilgari kelishingning sababi nima? dedi. Musa aytdi. Ular izimni qo'g'dishib kelyotdi. Parvardigorim, seni rozi bo'lsin deb bu yerga oldirab keldim. Allah aytdi. Senden, ya'ni sen ketgandan keyin qavmingni haqiqatan sinidiq. Ularni Samiri ozdirdi. Musa qavmiga g'azablangan holda xafa qaytdi. U aytdi. Sizlarga Parvardigoringlar chiroyliq va'da qilmaganmidi? Sizlar ahdini unutug'dak vaqt shuncha uzun bo'lib ketdimi? Yoki sizlar o'zinglar Parvardigoringlarning g'azabi tushishini iroda qildinglarmi? Shuning uchun sizlarning menga bergan va'danglarga xiloflik qildinglarmi? Ular aytdi. Sana bergan va'daga o'zligimizdan xiloflik qilganimiz yo'q. Lekin biz Fir'avn qavmining zinnatlaridan nurg'un elib chiqqan edik. Samirining buyrug'i bo'yicha ularni o'tqa tashladik. Samirimo o'zi elib chiqqan zibu zinnatlarini tashladi. Samiri ertilgan zibu zinnatlardan ular uchun bir mo'zay haykal yasadi. Uningdan mo'zayning ovoziga o'xshash ovoz chiqardi. Ular, ya'ni Samiri va uning tavalari aytdi. Bu sizlarning ilohinglardir va Musoning ilohidir. Musa ilohni bu yerda unutib qilib, uni izlab Tursinaga ketdi. O mo'zayning ularning so'ziga javob berolmaydiganligini, ularga foyda ziyon yetkazolmaydiganligini ular uqmamdi. Shak shubhisizki Harun ularga Musa qaytib kelishdan burun: "Ey qavmim, sizlar mo'zay bilan qaymoq turildinglar. Sizlarning Parvardigoringlar marhamatlik Allohdir. Menga bo'ysuninglar. Mo'zayga cho'qinishni tark etish bilan buyrug'imga itoat qilinglar" dedi. Ular Musa qaytib kelganga qadar uningga cho'qinaveramiz deyishdi. Musa aytdi. Ey Harun, ularning ozg'anligini ko'rgan chig'ingda xudolik uchun g'azablanishda menga agishdan sana nima to'salg'i bo'ldi? Mening buyrug'imga xiloflik qildingmi? Harun aytdi. Ey qarindishim, mening soqilimni va chechimni tortmag'in. Men haqiqatan sening Isroil avlodini bölüp etipsen. Sözümge diqqat qilmabsan deyishingdan qo'rqdim. Musa aytdi. Ey Samiri,
Sen nim bo'lding? Ya'ni mundaq yomon ishni qilishdan g'arizing nima? Samiri aytdi. Men ular ko'rmaganni ko'rdim. Elchi ya'ni Jibrилning izidan bir changal to'pini oldimda uni mo'zayga choshdim. Shuning bilan uningdan mo'zayning ovoziga o'xshash ovoz chiqdi. Shuningdek buni menga nafsim chiroyli ko'rsatdi. Musa Samiriga aytdi. Sen bağın, sen ömürvayet köğelli kişiге bana yıkıllaşmanla degeysen. Yani senin kişiге yıkıllaşmaslıqın, kişinin sana yıkıllaşmaslıqı bu dünyada sana verilgen cezadır. Şüphesiz ki ahirette cezalındığın muayyen bir vaktin var. Allah sana qilgan bu va'dasiga xiloflik qilmaydi. Sen haman çoqunup kelivatgan ilohinga qarag'in. Biz onu çoqum o'tni ko'ydiramiz. Ondan onun külünü dengizga chechib etamiz. Sizlarning ilahinglar bir ilahdır. Onundan başqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U har narsani to'liq bilguchidir. Ey Muhammad, shuningdek sana o'tganlarning ba'zi xabarlarini bayon qilamiz. Sana o'z tarafimizdan Qur'onni ato qildik. Kimki Qur'ondan yuz o'raydigan, uningga qiyomat kuni cho'ng gunohdan og'ir yuk yuklanadi. U gunohi uchun berilgan azobni mangu tatidi. Qiyomat kuni ularga yuklangan bu yuk nima degan yomon? Bu surchilinadigan kundir. Bu kunda shakli o'zgargan ko'k ko'zlik, qora yuzlik gunohkorlarni yig'imiz. Qiyomatning dahshatini ko'rib, dunyoda turgan vaqti qisqa bilinganlikdan ular dunyoda faqat 10 kunda turdinglar deyishib pichirlashidi. Ularning deydiganlarini biz obdan bilamiz. Ayni zamanda ularning eng to'g'ri so'zlaydigani sizlar faqat bir kun turdinglar deydi. Ular sendan tog'lar to'g'riliq, ya'ni tog'ning oqibatining qandoq bo'lganligi to'g'riliq so'raydi. Aytqinki, Parvardigorim ularni hukm talqon qilib, ondan shamolni avatib uni so'raydi. Ularni tuzdanlikka aylantirdi. U yerlarda ne cho'nqurlikni, ne egizlikni ko'rmaysan. Bu kunda kishilar Allohning mahshargohga da'vat qilg'uvchisiga ergishidi. Qing'ir ketmaydi. Marhamatlik Allohning ulug'ligi va hayvatidan qo'rqib, barliq ovozlar besqidi. Pichirlashgandan boshqani anglamaysan. Bu kunda marhamatlik Allah izin bergan va so'zdan Allah rozi bo'lgan odamning shafoatidan boshqa hech qanday shafoat foyda bermaydi. Allah ularning oldidagini va keyindigini biladi. Ular bo'lsa uni bilmaydi. Gunohkorlar maxluqotni idora qilib turg'uchi, mangu hayot Allohga egiladi. Allohga sherik keltirganlar shaksiz ziyon tortadi. Mo'min turib yaxshi amallarni qilganlar yomonliqlarining ishib ketishidan va yaxshiliqlarining kemayib ketishidan qo'rqmaydi. Ularning taqvodor bo'lishlari uchun yoki ularni vaz nasihatga ega qilish uchun sana arabcha Qur'onni nozil qildik va uningda turli ogohlantirishlarni bayon qildik. Allah zoti sifati jihatda butun maxluqotdan ustundir. Haq podshohdir. Ey Muhammad, sana Qur'onning vahiysi tamomlanishdan burun o'qishga oldirib ketmagin. Ya'ni Jibril sana Qur'onni o'qib berayotganda billa o'qishga oldirib ketmay, u tilovatidan farig' bo'g'icha tinglab turg'in. Ey Parvardigorim, ilmimni ziyoda qilgin degin. Biz ilgari odamga daraxtning mevasini yemaslikni tavsiya qildik. U bu tavsiyani yodidan chiqardi. Uningda hech qanday chin iroda ko'rmadik. O'z vaqtida biz farishtalarga, odamga, ya'ni Odam alayhissalomga sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqasi sajda qildi. U sajda qilishdan bosh tortdi. Biz dedik: "Ey Odam, bu haqiqatan sening dushmaningdir. Xotiningning dushmanidir. U sizlar ikkinglarning jannatdan chiqib ketishinglarga sababchi bo'lib qolmasin. U chaqda sizlar jafo mushaqqatda qolasizlar. Jannatda sen haqiqatan osh qolmaysan va yalang'och qolmaysan. Hamda uningda haqiqatan ussab ketmaysan, isib ketmaysan." Shayton uningga vasvas qilib: "Ey odam,
sana mən yegen adam ölmeydiğen daraxtni və zaval tapmaz padişahlıqni ko'zitib qo'yaymi dedi. Ular o daraxtning mevasini yedi. Şunun bilan ularning avratlari echilib qoldi. Ular jannat daraxtlarining yupurmoqlari bilan satri avrat qilishga kirishdi. O adam Parvardigorning amriga xiloflik qildi. Şunun bilan u ozdi. Ondan Parvardigori uni tanladi. Uning tavbasini qabul qildi va uni hidoyat qildi. Allah odam bilan Havvoga aytdi. Sizlar hammanglar jannatdan ba'zinglarga dushman bo'lgan holda tushinglar. Agar sizlarga mening tarafimdan hidoyat kelsa, kimki mening hidoyatimga ergashsa, u ozmaydi va oxiratda shaqiy bo'lmaydi. Kimki mening zikrimdan yuz o'riydigan, uning hayoti tor, ya'ni xotirjamsiz bo'ladi. Qiyomat kuni uni biz ko'r qo'piramiz. O, ey Parvardigorim, nimishqa meni ko'r qo'pirding? Vaholanki dunyodagi chog'da mening ko'zim ko'ratdi-ku, deydi. Allah aytadi. Shuningdek, sana ro'shan oyatlarimiz keldi. Sen ularni tarik etding. Sen bugun shuning o'xshash tarik etilisan. Haddidan oshgan va Parvardigorning oyatlariga iymon etmaganlarga shuning o'xshash jazo beramiz. Oxiratning azobi texmi qattiqdir, texmi boqiydir. Ulardan ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan nurg'un ummatlarni halok qilganligimizni ular uqmamdi. Ular shu ummatlarning makonlarida mengib yuriydi. Aql egalari uchun uningda haqiqatan nurg'un ibratlar bor. Agar Parvardigoringning azobini ulardan kechiktirishga qilayotgan hukmi va oldinala belgilab qo'ygan vaqti bo'lmasaydi, u chaqda ularning halok bo'lishi cho'qim edi. Ularning so'zlariga sabr qilgin. Memnun bo'lishing uchun kun chiqishdan ilgari, kun petishdan burun, kecha vaqtlarida va kunduzning dastlabki va oxirgi vaqtlarida Parvardigoringga tasbih aytqin. Ya'ni namoz o'qig'in va hamda aytqin. Biz kuffarlardan turlik jamoani bahramon qilgan dunyoning ne'matlari va zibul zinnatlariga ko'z solmagan. Buning bilan ularni sinaymiz. Parvardigoringning rizqi, ya'ni savobi bu fani ne'matdan yaxshidir va eng boqiydir. Ey Muhammad, oilangdagilarni va ummatingni namozga buyurg'in. O'zingmi uni ado qilishga chidamliq bo'lg'in. Sendan biz rizq talab qilmaymiz. Sana biz rizq beramiz. Yaxshi oqibat faqat taqvodorlarga xosdir. Ular, ya'ni mushriklar, Muhammad Parvardigori tarafidan bizga biror mo'jiza keltirsichu deydi. Ularga burunqi ummatlarning xabarlarini o'z ichiga olgan Qur'on kelmadimi? Agar biz ularni uningdan, ya'ni Muhammad alayhisalomdan avatishdan ilgari halok qilgan bo'lsak, ular cho'qim nemishqa bizga biror payg'ambar avatmiding? Biz xor va rasvo bo'lishdan ilgari sening oyatlaringga ergashatdik deydi. Aytqinki, hamma narsalarning va bizning ishlarimizning oqibatini kutmoqda. Sizlarni kutinglar. Kimlarning to'g'ri yo'l egalari ekanligini va kimlarning hidoyat topganligini uzoqqa qolmay bilasizlar.